Isroil Qo'shma Shtatlarsiz Eronga bir o'zi zarba bermoqchi. 4-fevral kungi ZTMOF Izrailning xabar berishicha, Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu 4-fevral kuni Qo'shma Shtatlar prezidenti tinchliksevar Donald Trampga qo'ng'iroq qilib, shu kunning o'zidayoq Eronga yurish boshlash haqida ruxsat so'ragan. Tabiiyki Donald Tramp Benyamin Netanyahuga darhol yurish boshlashga ruxsat bermagan. Chunki 6-fevral kuni Eron va AQSh delegatsiyasi yadroviy dastur bo'yicha Livanda yig'ilish o'tkazadi. Agarda AQSh va Eron 6-fevral kuni Livanda yadroviy dastur bo'yicha kelishuvga erishsa, AQSh o'zining Fors ko'rfaziga joylashtirgan barcha qurollarini olib ortga qaytishga majbur bo'ladi, xususan Avram Lincoln kemasini ham. AQSh agar o'z державасini olib ortga qaytsa, Isroilning azaliy orzusi Eronning yadroviy obyektlariga zarba berish hamda Eronni bombardimon qilish rejasi chippakka chiqishi mumkin. Shu bois Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu Yaqin Sharqda yangi urushni Amerika Qo'shma Shtatlarisiz boshlashga harakat qilmoqda. Nima deb o'ylaysiz do'stlar? Isroil Amerikasiz Eronga zarba bera oladimi yoki bu Isroil tomonidan navbatdagi Eron uchun tahdidmi? Kanalga obuna bo'ling, like bosib, bizni kanalni qo'llab-quvvatlang. Eferdagi kamchiliklar uchun albatta uzr so'raymiz. Assalomu alaykum. Eferda kun xabarlari kanali. Kanalga xush kelibsiz. Reuters'ning 3-fevral kungi xabarlarida Qo'shma Shtatlar Fors ko'rfazida ilk marotaba rasmiy amaliyot o'tkazgani haqida xabarlar yoritildi. Reuters agentligining Pentagon matbuot kotibiga tayanib xabar berishicha, 3-fevral kuni AQShning F-35 qiruvchi samolyotlari Eronning Shahid 149 dronini urib tushirgan. Shahid 149 droni Avram Lincoln atrofida F-35lar tomonidan urib tushirilgandan so'ng Qo'shma Shtatlar bunga hech qanday reaksiya bildirmagan. Aksincha AQSh tomoni Eron va AQSh o'rtasidagi muammoni 6-fevral kuni Livanda diplomatik yo'l bilan hal qilishga tayyor ekanligini bildirgan. Shahid 149 dronini F-35lar tutgandan so'ng ko'plab harbiy ekspertlar shunday deb yozishmoqda. Eron Shahid 149 ni Avram Lincolnga zarba tariqasida emas, aksincha Avram Lincolnning lokatsiyasini aniqlash maqsadida uchirgan deyishmoqda. Agar uni Eron lokatsiyani aniqlash maqsadida uchirgan bo'lsa, Shahid 149 o'z vazifasini 100% natijada bajargan. Hurmatli do'stlar, kanalimizga obuna bo'ling, kanalimizni qo'llab-quvvatlang, like bosing va o'z fikrlaringizni kommentariyada yozib qoldiring. Albatta bu biz uchun juda qiziq.